Salom. Men lavashxonada yangi ish boshqaruvchi edim. Oddiy kunlardan biri edi. Kunlarning birida omborning bir yigit bilan tozalashga yuborishdi. U qutilarni yig'ishtirar, men esa polni artar edim. Bir mahal ustol tagini artayotganimda egilib qoldim. Birdan orqamda g'alati sho'xlik sezdim. Qarasam, u meni kulib kuzatib turibdi. Men seskanib orqamga qaradim. "Hoy yigit, nima qilyapsan?" dedim. U jilmayib, "Hamma aytganingni qilaman, faqat bu kichik sirimizni hech kimga aytmagin" dedi. Avvaliga biroz ajablandim, lekin keyin ichimdan jilmayib yubordim. Shu lahzada oddiy ish kuni men uchun kichik sirli va ilk xotiraga aylanish mumkinligini tushundim. Biz ikkovimiz ham jim qoldik. Yuraklarimiz tez urar. Yigitning menga qarab, "Har kuni seni shunday ishlayotganingni ko'rsam, yuragim tez uradi" dedi. Men esa biroz hayron bo'lib jilmaydim. Shunda egilganimda, "Sen o'zing bilmagan holda go'zalligingga termilasanmi?" dedim go'zalligimga. U jilmayib shama qiluvchi ohangda javob berdi. "Ha, sening egilganing ikki dunyoni ko'rsatadi. Bu katta dunyolarni kezmoqchiman" dedi. Shunda biz ikkovimiz ham bir lahzada jim qoldik. Yuraklarimiz tez urar va iliq hissiyotlarni his qildik. Men ham biroz hissiyotlarimni erkin qo'yib, u bilan ilk sho'x lahzalarni baham ko'rdim. Shu lahzada ish ham sokin, iliq kayfiyatga to'ldi. Oddiy ish kuni endi biz uchun hissiyotli va unutilmas lahzaga aylandi. Endi har kuni ishga kelganimda men o'sha yigit bilan birga o'tkazgan ish kunimizni eslayman. Shu xotiralar yuragimni iliqlik bilan to'ldiradi va hissiyotlarimni men o'sha joyga qaytishga undaydi. Balki biz yana o'sha joyga borib, o'tmishdagi sho'x va iliq lahzalarni birga his qilamiz deb umid qilmoqdaman.